ayağı çıkmaz taş kılavatkan karındaşlarımızı, gayret kılavatkan karındaşlarımızı, töhmet kılavatkan karındaşlarımızı ve başka barlıq şartüstanlıq men degen insanlarniki hemmisinin aynaki bir qarab bakışını ümit kılıman. Men nima qila oladim? Vatan uchun nima qila oladim? Şer zulüm çekivatkan ayol, kız oğullarımızga, farzandlarimiz uchun nima qila oladim? Xalqim uchun nima qila oladim degan savolni o'zingizga qo'yib, Avustraliyada texnicha erkinlik bo'lish qanday bir axborot hech nima yo'q. Bizdek 9 guvoh hozir shu Amerika va Yevropada yashayapmiz. Bizni nima uchun chaqirmasqa? Norvegiya, Shvetsiya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Shimoliy Yevropalarda Amerika konsulxonasining Xitoy ishlar mas'ul xodimlarining deyishi bilan har qanday vaqtda bu da'voni anlatmada deydi ekansizlar. Biz har qanday sizlar achamga ishlashimiz tayyor deb turiblik. Bizda guvohlarniki yatqi, yo'li, yo'l kirasi va ashariy faoliyatlarni bo'lgan rasxotlarni sizlar puli chiqara olsanglar, bu kurashni biz texnik yuqori palla chiqarishga biz guvohlarning ishonchimiz bor, g'ayratimiz bor. Biz shu vaqtni berishga, shu aramxo'da choy ichib, bolalarimizga hamroh bo'lgan vaqtlarimizni berishga, yanchiqimizni bor bilan shuni xarjlashga biz tayyormiz. Fransiyalik mush faoliyatimni men bu pul to'liq yaqim yo'qdi, ammo mashinamni biz ketgan rasxotlarni demayli qo'yilib, Brüssel'den Paris'e bilet elindi. Kalan bütün rasxotlarni o'zimiz ko'tarib bordik. Kardinal xonimmi shu, bizmi shu, hammamizning oilasi va bachaqalari bor. Lekin vatanimizdagi xalqimizni qutuldirish hammadan muhim o'rinda turdi. O'likka erishtirish, mustaqillikni qo'lga keltirishda bu faoliyat to'xtamasligi kerak. Shuning uchun qarindoshlar, Facebook'dagi yolg'on jangdan chiqib ketinglar. WhatsApp'dagi yolg'on tashviqotdan chiqib ketinglar. Amliy xizmat o'tinglar qila olasizlar. O'zinglar turayotgan har bir davlat va shaharda hukumatlarida anglata olasizlar. Tillar pishiq shu mamlakatning tillar pishiq qilmashlarini bizdek shoyatlarni anglitishga biz qachon tayyor. Biz bu kurashni kuchlarni chiqarishdan tayyor, ammo bizning qarindoshlarimiz tayyor emas. Yolg'on, vatanimni so'yman, jinim pida deganlar yolg'on. Rost bo'lgan bo'lsa, Facebookda jang qilmasdan amaliy jang qilgan bo'ladinglar. Ben şunu umid qilamanki, biz hayat bo'lsak, yana Xitoylik bütün shu iqtisodiy va zarba va siyosiy zarbani texnik kuchli berishga biz qila olamiz shu narsani. Qanday qila olamiz? Shu yoshimizni pulimizni chiqara olganda, oltin vaqtini shuni bera olganda, shu bolalarimizga bergan mehr muhabbatni shu kurashga bergan vaqtimizda, dunyamizni, jinimizni, vaqtimizni hammani bergan vaqtimizda bu kurashni davom qilib, Xitoyga ajr zarba bera olamiz. Texnik ajizlashtira olamiz va alohida xalqimizni qutuldirib, erkin hur dunyoda yashashga sharoitga ega qila olamiz. Ammo tugi chiqmasmish talash tortish bitmasadi yusanglar, buningdanmi eg'ir kunlarni qilishinglarga men kisib ayta olmayman qarindoshlar. Men buni aytib haqqim yo'q. Ben shuning uchun umidim shuki, men bu qisqa videoni yo'lashimning sababi shu. Chiqib ketinglar, men Facebook'dagi bitta pasat, g'aybashga tuhmat chiqinglar, amaliy xizmat qiling qarindoshlar, amaliy. Bir odam bilanlar odam adam bo'lishni bilinglar, birinchi odam bo'lishni. Men sizlar o'zingizlar da'vo ichida bunda ustiga chiqib, shu Uyg'ur shunoslarni so'rab boqinglar. Bizning holimizga nima deysiz? deb so'rab boqinglar. Aynaki kunni bir qarab boqinglar. Men nima qila olmayman bugun? Endi nima qila olmayman men? Men xalqim uchun, vatanim uchun nima qila olmayman degan savolni haq nima qilyapsan, nima qilsan degan qilmay, men nima qila olmayman? Nima qilaman degan narsani o'zingizga savol qo'yib boqinglar.